Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, Islomiyatning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid Xitoy hokimiyatining Ramazon munosabati bilan boshlatgan ishki tashqi saxta tashviqotlari uzluksiz kuchayib bormoqda. Ramazan harpisida Xitoy hukumati tarafidan tarqatilgan tashviqot filmlarida chet ellik diplomat va muxbirlarning Ramazan mezgilida Sharq Turkistonni ziyorat qilishini qizg'in qarshi oladiganligini va Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligining qonuniy jihatdan to'liq kafolatga ega qilinganligini bayon qilgan edi. Ramazan iyi başlangandan keyin atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hukumat Urumchida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, har qaysi viloyat shaharlardagi bir qism Uyg'urlarni ekranga chiqarib, so'zlatish orqali Sharq Turkiston musulmonlarining Ramazonni diniy qoidalarga uyg'un holda xotirjamlik bilan kutib olganligini bozorga soldi. Undaqda chet ellardagi diniy ulamolarimiz Xitoyning yuqoridagi saxta tashviqotlarga qanday baho beradi? Bu vaqtda ularning qarashlarini egallash maqsadida bugungi suhbat programmamizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyining islom ellardagi xizmatlarga mas'ul rais vakili, Sharq Turkiston Ulamolar birligining muavin raisi hurmatli Turg'unjon Alovdin hojimni alayda taklif qildik. Hurmatli Turg'unjon ustoz, programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Hurmatli Turg'unjon Alovdin hojim, Xitoyning yuqoridagi Ramazonlik tashviqotlari nimadan derak beradi yoki Xitoy bayon qilganidek Sharq Turkistonning diniy vaziyatida biroz yumshash ko'rilyapti? Oldi bilan ekran oldidagi ko'rganlarga mushu haqida bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Xitoy hokimiyatining bundaq saxta yolg'on tashviqotlarni elib berishi har zamonga o'xshash bir odati. Chunki Xitoy hokimiyati bo'libmi keyingi mezgillarda Amerika başlık G'arb ellerining bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi elib berilayotganligi haqida Xitoyga qarshi qattiq besim ishiltishi natijasida Xitoy o'zini oqlashga majbur bo'ldi. Shuning bilan bu Xitoy hokimiyati o'zini oqlash uchun mushundaq yolg'on tashviqotlarni kuchaytiryotdi. Mayli televizor kanallarida olsun, radyolarda olsun, gazete jurnallarda olsun, hatta bazı chet ellik iradesi aciz muxbirlarni setib olish orqali o'zining tashviqotini olib beryotdi. Endi bu Xitoyning tashviqotiga ishonadigan kishilar nihoyat oz. Bo'libmi G'arb dunyosida bu Xitoyning bu yolg'on tashviqotiga hech kim ishonib ketmaydi. Endi bir qism ba'zi bir davlatlardagi manfaatparast kishilar yoki manfaatparast amaldorlar bular endi ishonmasinmi, ishonganda ko'rinish orqali Xitoydan bir naf olishni maqsad qilgan. Ya'ni bu Xitoyning hozirgi elib berayotgan ichki tashqi bu yolg'on tashviqotining yolg'on ekanligini hammadan biladi. Bo'libmi Uyg'urlar hammamiz bilamiz. Xitoy zodi azaldan yolg'on tashviqot bilan shug'ullanib kelgan. Bu yolg'on tashviqotlarni nihoyat ko'p anglaydi vatanning ichida. Ama chet elga chiqib anglayapmiz. Bu Xitoyning yolg'on tashviqoti hozirgi butun dunyoda uchur taraqqiy qilgan, aloqa taraqqiy qilgan bu mezgilda Xitoyning yolg'on tashviqoti xalqaroda oqmaydi. Bo'libmi Uyg'urlar ichida hech qachon bu Xitoyning bu yolg'on tashviqoti oqmaydi. Endi bir qism irodasizlar bu Xitoyning bu o'ynagan bu teatr o'yiniga aldanib ketgan bo'lsa, ammo haqiqatparvar dunyo xalqi Xitoyning bu yolg'on tashviqotiga aldanmaydi. Albatta Xitoy hokimiyati vatanimizda irqiy qirg'inchilik olib beryotdi. Buni xalqaro ko'rdi, xalqaro bildi. Yaqinda ko'rdik. Oldi bilan Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini rasmiy ma'qulladi. Ondan keyin Gollandiya parlamenti irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Mana o'lishgan Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar ustidan olib berayotgan bu vahshiy jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb qaror qildi. Demak, xalqaro Xitoyning har qancha qilgan yolg'on tashviqotlarini qancha kuchaytgan bo'lsa-mu, uningga ishonib qolgani yo'q. Ama bu tashviqotga qarab bir qism ba'zi bir irodasiz chet eldagi bir qism manfaatparast davlatlar, manfaatparast amaldorlar Xitoyga ishongan bo'lsa-mu,
Ama Xitayning Uyg'urlarga elib berayotgan bu irqiy qirg'inchilik siyosati, bu bo'shashqini yo'q. Xitoy texmo buni vahshiylik bilan elib beryotdi. Rahmat hurmatlik Turg'unjon Alovdin hojim. Yuqorida Xitoyning bu Ramazon oyi kirishi bilan ip bo'lgan saxta tashviqotlarga qarata o'zingizning qarshini aytib o'tgan bo'ldingiz. Endi biz deganimizdek hozir bu muborak Ramazon oyida turyapmiz. Ya'ni bu Ramazon oyi 11 oyning sultoni bo'lgan, bizning dinimiz islomda alayda bir o'rni bo'lgan bir oy. Siz bir diniy ulamo bo'lib sifatingiz bilan bu muborak Ramazon oyida chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizdan nimalarni kutasiz? Shu haqida bir so'zlab beramiz. Chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarımdan kutadiganim bu Ramazon oyini hammamiz bilamiz. Ramazon oyi nihoyat ulug' oy. Ramazon oyida bizning Qur'on ulug' kitobimiz Qur'oni Karim shu Ramazon oyida tushgan. Buni Qur'onda Alloh taolo o'zi aytgan. Va bu Ramazon oyida musulmonlar nihoyat cho'ng g'alabalarni qo'lga keltirgan. Payg'ambar alayhissalomning davrida bo'lsin, mayli keyingi vaqtlar bo'lsin, Ramazonda nihoyat cho'ng g'alabalar qo'lga kelgan. Va Ramazon oyida ibodat qilish bu bizning ro'za tutish va ibodat bilan mashg'ul bo'lish bizning urf odatimizga aylanib ketgan. Ham Ramazon oyida ro'za tutish bu bizning dinimizning 5 farzining birisi. Eng muhim farzlarning birisi. Şuna bu Ramazon oyida men bütün qarindoshlarimdan shuni umid qilamanki, bu Ramazon oyida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin, ro'za tutish bilan birga namoz o'qish, g'arb qurbalarga, qarindosh urug' tuqqanlarga, vatanda ezilayotgan bechora xalqiga bo'lgan hissdoshligini kuchlantirib, ashularga hech qo'lidan kelmasa duo qilish orqali bo'lsa-mu, ashularga hamdam bo'lish bu bek yaxshi savobli ish. Hozirgi vaziyatda bo'libmi bu Ramazon oyida bir-birimizni ranjitadigan, bir-birimizni kamsitadigan, bir-birimizga hujum qiladigan, mayli qaysi shaklda bo'lsin, bir-birimizning ko'nglini xafa qiladigan bundaq odatlarni qilmasligimiz kerak. Bu Ramazon oyida biz bütün kuchimiz bilan ro'za tutish orqali o'zimizni tavlab, o'zimizni qaytadan kuchli bir holatga akilib, shu Xitoy jallodlarining vatanimizda ilib borayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi qanchalik qo'limizdan qanchalik qila olsak shu shaklda Xitoyning ilib borayotgan siyosatiga qarshi kurash qilish bizning majburiyatimiz. Mana shu hozir biz bir qancha kundan buyon bu ijtimoiy taratqularda ko'p talash tortishlar bo'lib ketdi, o'zaro talash tortishlar bo'lib ketdi. Bu talash tortishni qiladigan vaqt emas. Bu talash tortishlarni qat'iy qilmasligimiz kerak. Qilayotgan bo'lsak, darhol to'xtatishimiz kerak. Birisi Ramazon oyida bir-birimizning ko'nglini ranjitish bu og'ir gunoh. Yana birisi bu ichki majro bilan qilib biz vatanimizda izlayotgan xalqimizning g'amini qilolmay qolamiz. Bu bir og'ir gunoh. O yerda xalqimiz qirilyotsa, har kun minglagan sabiylar ota-onasiz qilyotsa, ota-onalar qul shaklda og'ir emgaklar bilan jazolanyotsa, bu yerda lagerda minglagan qarindoshlarimiz o'lyotsa, minglagan qarindoshlarimiz o'limga hukm qilinyotsa, mana shunday sharoitda ashular uchun qo'limizdan kelgan ishlarni qilmasdan, shu Xitoyning shu qilayotgan vahshiyliklarini xalqaroga dema aytmasdan, anglatmasdan, shu vahshiyliklarning abdi bashirsini ochmasdan o'zimiz o'zaro talash bundoq o'tishimiz bu Alloh taolaning kitobiga uyg'un emas, payg'ambarimizning sunnatiga uyg'un emas, aksine og'ir, qattiq og'ir gunoh. Albatta biz shu o'zaro talash tortish qilgan, jadallashgan shu vaqtimizni shu Xitoy jallodlariga qarshi kurash qilishga ayirishimiz kerak. Vaqtimizni shu kurash uchun ayirishimiz kerak. Hech qachon bundaq talash tortishga kirmasligimiz kerak. Rahmat hurmatli Turg'unjon Alovdin hojim. Bilishimizcha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi uzun yillardan buyon har Ramazon oyida har qaysi ellarda turmush jihatda qiyin ahvolda qolgan Uyg'ur qarindoshlarimizga o'zining imkoniyati yor bergan doira ichida yordam berish faoliyatini davomlashtirib kelyapti. Bu yillik Ramazonda bu jihat yana qanday xizmatlarni elib beryapsizlar? Mushu Ramazon munosabati bilan elib beradigan xizmatlar haqida to'xtalish bilan birga oxirgi so'zlaringizni olsam, shuning bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Dünya Qurultiyi
uzun yıllardan bu yan vatanimizde mayli u vaqtlarda vatanda biraz qisman erkinlik bo'lib vatan ichidagi g'arb qurbanlarga turmaga kirib ketgan qarindoshlarimizning oila tavobatlariga qaraydigan şekilde bir faaliyetlerini, xayrixohlik ishlarni qilib kelgandik. Bu masalan Ramazan ayida o'shri zakat, sadaqa fitrni to'plab, shularning oilasini yo'qlash va Qurban hayitlarida qurbonliqlarni to'plab, mayli Yevropadagi turk qarindoshlarimiz bergan qurbonliq bo'lsin yoki o'z ichimizdan to'plagan qurbonliq bo'lsin, bularni avatish orqali shularning oila tavobatlariga qarab kelgandik. Endi o yo'llar itilib qolgandan keyin bir qancha yildan buyon endi shu chet ellarga muhojir bo'lib chiqib har yerda shu g'arb holatda qolib qolgan, ko'zlagan bormoqchi bo'lgan davlatiga berib bo'lolmay qolgan yoki borgan bo'lsa-mu u yerda u yerning o'tirim iqomat degan haqqa ega bo'lolmagandan keyin yoki vatandoshlik haqqiga ega bo'lib bo'lolmay shu oraliqda qiynalib qolgan, ishsiz bo'lib qolgan. Bulukmu keyingi vaqtida o krizis Xitoyning virusi o'tirib chiqqandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz ishsiz qolib qoldi. Mana shunday qarindoshlarimizga biz qo'limizdan kelgan shaklda mayli boshqa musulmon chet ellarda yashayotgan iqtisodiy bir qadar yaxshi musulmon qarindoshlarimizdan bo'lsin, turk qarindoshlarimizdan bo'lsin, o'z ichimizdagi xayr saxovatlik iqtisodiy yaxshi qarindoshlarımızdan bo'lsin, bularning xohlagan o'zining ko'nglidan chiqarib bergan xolisona yordamini biz to'plab, uni har xil shaklda sadaqa fitr, zakat shaklda bo'lsin yoki o'zining ko'nglidan chiqqan iyoni shaklda bo'lsin, buni to'plab biz shu qiynalib qolgan dunyoning har yeridagi bizga ulusha olgan, biz bilan aloqa qila olgan shu qarindoshlarimizga yetkazib berib kelyapmiz va bu yilmi xuddi shuningdekla biz hozir Dünya Qurultiyi Diniy ishlar komiteti nomidan biz xalqimizga bir murojaatnoma e'lon qildik. Buning ichida shu Ramazonlik zakat, sadaqa fitr, shu xayrixohlikqa atagan pullari bo'lsa, shu qarindoshlarimiz bu pullarni bizga beryapti. Bunu biz toplayapmiz hozir. İnşallah bu şu heyetkiçe biz bu pullarni ko'zlagan bizga shu ehtiyojli bo'lib qolgan qarindoshlarımızga chiroylicha buni joyiga yetkazib beramiz inshaalloh. Va bütün qarindoshlarımga yana deydiganim, biz vatanimiz, millatimiz uchun qo'limizdan kelgan xayrixohlikni qilaylik. Mayli iqtisodimiz bo'lsa, iqtisod orqali, mayli ilmimiz, bilimimiz bo'lsa, bilimimiz orqali, mayli qaysi sohada bo'lsak, shu sohada o'zimizning millatining bashar kelgan bu kunlarga o'zimizning qo'ldan kelishicha bir kishilik to'hbimizni, shu xalqimizning erkinligi, ozodligi uchun bir kishilik to'hbimizni qo'shish hammamizning diniy va milliy majburiyati. Shuning uchun hammalarning shu vaqtini boshqa o'tkazmay, shu o'qigan ilmlarni boshqa sarf qilmasdan, shu topgan iqtisodini bo'sh yerga xarjlamasdan, shu vatanimizdagi shu bichora xalqimizning ozodligi, erkinligi, mustaqilligi uchun ishlatishini, shularni o'ylashini, hech bo'lmagan vaqtida shular uchun Allohga yelinib, shu ulug' kunlarda duo qilishini umid qilaman. Hurmatli Turg'unjon Alovdin ustoz, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz va alohida vaqt ajratib, bugungi Uyg'ur ovoz suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.